Ayollaringizni xursand qiling va u bilan hazillashib turing. Ba'zi erkaklar oilani yeyish-ichish kabi moddiy narsalar bilan ta'minlashnigina burchlari deb biladilar. Oilaviy hayotning his-hayajonga to'la yana boshqa bir tomoni borligini unutib ham qo'yadilar. Masalan, ayolning kayfiyatini ko'tarish uchun hazillashish, uni tabassum qilishga harakat qilish kabi holatlarni. Aslida esa bular turmushdagi eng muhim asos, dastakdirki, bularsiz sog'lom turmush tarzi bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tog'lar ham ko'tara olmaydigan og'ir da'vatchilik vazifasi Madina-i Munavvaradagi va fath etilgan Makka-i Mukarramadagi musulmonlarning ham davlat rahbari vazifasi yuklatilgan edi. Bundan ko'rinadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollari bilan birga ko'proq vaqt o'tkazish yoki hazil-huzul qilish uchun ortiqcha vaqtlari ham yo'q edi. Ozgina vaqt topsalar ham turmushlaridagi hislar va kayfiyat ko'tarish kabi holatlarni unutmas edilar. Chunonchi kichik yoshda turmush qurgan Oysha roziyallohu anha onamizning bu borada aytganlarini eslab o'tishimiz joiz deb bildik. Oysha roziyallohu anha onamiz bilan Hazratimiz sollallohu alayhi vasallam ko'p hazillashar va har xil o'yinlar ham o'ynashga ulgurar edilar. Bir safar yugurish borasida musobaqalashdilar. Birinchi martasida Oysha roziyallohu anha onamiz o'zib ketdilar. Ikkinchisida esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha roziyallohu anha onamizdan o'zib ketdilar va bu avvalgi yugurish evaziga badaldir, hisob barobar bo'ldi dedilar. Boshqa safar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha roziyallohu anha onamizni masjidda nayza o'yinlari o'ynayotgan habashiylarning o'yinini tomosha qilishlariga o'ynashlikka ham ruxsat bergan edilar. Bu voqeani Oysha roziyallohu anhoning o'zlari aytib bergan edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam devor tagida turib meni orqalariga oldilar. Men orqalariga chiqib o'ynayotganlarini tomosha qilar edim. Tomoshadan to'ygunimcha shunday turdim. Oxiri yetarlimi dedilar. Men ham ha dedim. Unda tush dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muboh bo'lgan bunday o'yinlarning uydagilarning ham tomosha qila olish haqlariga shu tarzda ado qildilar. Zotan u zot shunday deb marhamat qiladilar. 3 o'yindan boshqa o'yinlar odam o'g'illari uchun botildir. Kamondan yoy otish, otini parvarish qilish va ayoli bilan o'ynashi. Bular haq va to'g'ri o'yinlardir. Hazratimiz sollallohu alayhi vasallam Jobir roziyallohu anhudan uning ayoli haqida: "Ayoling bokirami, to'lmi?" deb so'radilar. "To'l" degan javobni olgach, bokira qizga uylanishni maslahat berar ekanlar. "Uylanganing bokira qiz emasmi? U sen bilan, sen ham u bilan o'ynar edilaring" dedilar. Hazrati Oysha roziyallohu anha o'ynagani bir qancha qo'g'irchoqlari bo'lganligini, ularni qo'shni dugonalari bilan birga o'ynaganlarini ham hikoya qilganlar. Hamda Hazrati Rasul sollallohu alayhi vasallam ularning kelishlariga qarshi bo'lmaganliklarini, aksincha ularga yordam berganliklarini ham ta'kidlaganlar.